O'zbekiston tarixiy natijaga juda yaqin. Milliy terma jamoamiz 2026-yilgi Jahon chempionat saralashida ishonchli o'yin ko'rsatmoqda. Misol, ertaga Qirg'iziston bilan o'yin. Agar siz bu videoni o'yindan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, o'yin haqida fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Men esa bugun hali Jahon chempionatiga yo'llanma aniq bo'lmasa-da, qanaqasiga O'zbekiston terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatiga nafaqat chiqib, yaxshi natija ko'rsatishini isbotlab bermoqchiman. Albatta, faktlar bo'yicha. Demak, Shuhrat, Setanta Sport O'zbekiston kanali tayyor bo'lsanglar, boshladik. Saralashdagi holat. Keling, turnir jadvaliga qaraylik. Hozirda O'zbekiston 13 ochko bilan 2-o'rinda va to'g'ridan-to'g'ri Jahon chempionati yo'llanmasi yo'lida. Oldinda atigi 4 ta o'yin qoldi va jamoa faqat g'alabaga intilmoqda. Bu safargi mundialga yo'llanma ancha ko'paygan. Ya'ni agar jamoa 3-o'rinni olsa, 3-o'rin olganlar orasida ham play-off bo'lib o'tadi va imkoniyatni saqlab qoladi. Lekin agar hozirgi mana 2-o'rin yoki 1-o'rin bilan chiqsa, to'g'ridan-to'g'ri mundial. Qolgan o'yinlar. Jamoamiz ushbu saralashda 8 ta gol urib, 5 ta gol o'tkazib yubordi. Har bir o'yinda gollar soni 1.4. Har o'yinda eng kam gollar o'tkazish bo'yicha top 3 damiz, 0.6. Har bir o'yinda to'pga egalik qilishimiz o'rtacha foizi 49.4. Ya'ni o'yinning yarmini biz boshqaramiz. Va bu ko'rsatkichlar oldingi saralash bosqichlari bilan solishtirganda katta o'sishni anglatadi. Jamoamiz hujumkor futbol ko'rsatmoqda va himoyada ham kuchli. Chunki himoyada ham, hujumda ham yetarlicha liderlarimiz bor. Asosiy o'yinchilar. Bizning asosiy qurollarimiz kimlar? Kim maydonda farq yaratmoqda? Abduqodir Husanov. Bu yigit himoyamizning kelajagi. U haqida alohida videomiz bor. Qanaqasiga Husanov kelajakda himoya qiroli bo'la olishi haqida. Bu videodan keyin o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Manchester City futbolchisida yakka kurashlarda g'alaba qozonish foizi 68. Terma jamoa safida o'rtacha har bir o'yinda 3 marta to'pni olib qo'yadi. Ya'ni raqibga hujum qilishga bermaydi. Aynan uning himoyadagi ishonch va sovuqqonligi bunaqa katta turnirlarda juda ham kerakli narsalardan biri. Abbosbek Fayzullayev, Rossiya chempionatining eng yaxshi yosh futbolchisi. Fayzullayev yarim himoyamizning yuragi. Uning dribling va maydonda ko'ra olish qobiliyati hujumlarimizni yanada xavfli qiladi. Bu mavsum CSKA safida 19 ta o'yinda 2 ta gol va 3 ta assist. Har bir o'yinda o'rtacha oladigan bali 695. Hozircha mavsum bo'yicha paslar aniqligi futbolchimizda 77%. Ya'ni Abbos yarim himoyada ham, hujum qanotida ham natija bera oladi. Eng asosiysi kerakli vaziyatlarda jamoani qutqara oladi ham. So'nggi Qatar va Shimoliy Koreyaga urgan 3 ta goli bunga yaqqol misol. Eldor Shomurodov, tajribali hujumchi, yana o'z darajasiga qaytmoqda. Roma safida so'nggi 10 ta o'yinda 2 ta gol va 2 ta assist va asosiy tarkib futbolchisi sifatida biz uni oldingiga qaraganda ko'proq ko'rmoqdamiz. Eldor jamoa sardori va to'purari. Katta uchrashuv, katta turnirlarda jamoaga yordam bera oladigan futbolchilarimizdan biri. Shuningdek, Masharipov, O'runov, Shukurov, Hamrobekov va boshqa futbolchilarimizdan ham yaxshi futbol va natijalarni kutsak bo'ladi. Ha aytgancha, ularni boshqaradigan inson ham o'zgargan. Yangi murabbiy, yangi daraja. Murabbiy ham juda katta rol o'ynaydi. Bilamizki, Srechko Kataniya sog'lig'i tufayli o'zaro kelishgan holda jamoani tark etdi. Timur Kapadze yangi, lekin tajribali mutaxassis. U jamoaga yangi falsafa olib keldi desak adashmaymiz. Oldingi murabbiylardan farqli o'laroq, Kapadze yosh futbolchilarga ishonadi. Chunki aynan U20 jamoamizni Fransiyada bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlariga olib chiqqan. Endi oldinda har taraflama katta maqsad va mas'uliyat turibdi. Tarix yozish payti keldi va ishonchim komilki, Timur Kapadze va uning shogirdlari bunga qodir. Bonus: muxlislar bizning energiyamiz. Va albatta, bizning muxlislar. O'zbekistonda futbol muxlislari bu haqiqiy kuch. Ayniqsa Andijon, Nasaf, Paxtakor va boshqa jamoa muxlislari O'rta Osiyo jamoalari orasida juda mashhur. Milliy terma jamoamiz muxlislari esa butun dunyo bo'ylab desak adashmaymiz. Ular stadionda shunday muhit yaratdiki, hatto raqib futbolchilari ham buni tan olishdi. Jahon chempionatiga chiqa olaylik. Turnir Boburiylar keldi bilan boshlanib, Temuriylar keldi bilan tugaydi. Xulosa: saralash jadvali, asosiy futbolchilar, tajribali murabbiy va shiddatli muxlislar. Bularning barchasi O'zbekiston 2026-yilgi Jahon chempionatiga chiqishi va munosib o'yin ko'rsatishini tasdiqlaydi. Faqat so'nggi qadam qoldi. Biz jamoamizga ishonamiz. Sizning fikringiz qanaqa? Izohlarda yozib qoldiring. Agar bu video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Setanta Sport O'zbekiston kanali. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.